Oldinlari kontent qilish uchun juda ham ko'p pul yoki ko'p vaqt sarflash kerak edi. Hozir sun'iy intellekt bilan siz hammasini avtomatlashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Kontentlaringizni ham sun'iy intellekt yozib beradi. Kerak bo'lsa karusel dizaynlargacha ham sun'iy intellekt qilib beradi. Oldin misol uchun esa mutaxassisga katta pul to'lardingiz, dizaynerlarga katta pul to'lardingiz, analitikalarga hammasiga katta pul to'lardingiz va bunga juda ham ko'p vaqt ketardi. Hozir bo'lsa o'zingiz sun'iy intellekt, birgina sun'iy intellekt bilan to'liq Instagram sahifangizni analiz qilasiz. Undan keyin unga mos bo'ladigan kontentlarni olasiz, uchayotgan kontentlarni hammasini olasiz, keyin karusel postlarni dizaynlarigacha ham o'sha sun'iy intellektni o'zi sizga qilib beradi. Eng asosiysi o'zbek tilida ishlaydi va mana shunaqa karusel postlarni aynan shu sun'iy intellektni o'zi sizga tayyorlab beradi. Bu sun'iy intellekt nomi Virali. Undan qanaqa qilib foydalanish bo'lsa, bugungi videomizda sizlarga o'rgataman. Viralidan 14 kun bepulga foydalanish uchun hozir biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun maxsus havola berilgan, pastda izohda qoldirilgan havola orqali saytga o'tasiz va o'zingizga qulay bo'lgan ro'yxatdan o'tish turini tanlaysiz va ro'yxatdan o'tasiz. Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tib olsangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizning qulayligingiz uchun. Mana men o'zimni Google akkauntim orqali hozir ro'yxatdan o'tib olaman. Shundan keyin ishni davom ettirsam bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bizda tezkor start bor, ya'ni biz Instagram akkauntimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Instagram akkauntni ulashni bosamiz va Instagram bilan davom etishni bosamiz. Undan keyin biz o'zimizga kerakli bo'lgan Instagram akkauntimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Instagramdan ro'yxatdan o'tamiz. Mana akkaunt uladim va razрешить bosdim. Agar sizda akkauntingiz boshqa chatbase akkauntiga ulanmagan bo'lsa, shu akkauntga mana xatosiz ulanadi va biz tayyorni bosamiz. Mana bizga bepul 14 kunlik prototipi berilyapti. Endi buni qanaqa qilib aktivlashtiramiz? Bepul 14 kunga olishni bosamiz va bu yerda biz o'zimizning karta raqamimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 14 kundan keyin sizdan pul yechib oladi. Agarda sizga servis yoqmasa, bemalol buni obunani bekor qilib servisdan olib tashlasangiz bo'ladi. Ungacha hozir o'zingizni o'sha viza kartangizni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz? Misol uchun siz istalgan vaqtda uzun bank dasturi yordamida yoki boshqa banklar orqali onlayn kartalar ochsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir men o'zimni uzun bank kartamni servisga ulab qo'yaman. Chunki uzun bank kartasini ochish ancha oson, onlayn tarzda istalgan vaqtda, istalgan joydan ochib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi mana. Karta raqamini to'ldirdim va pro tarifni faollashtirishni bosdim. Faollashtirganimdan keyin mana pastda yozuv chiqdi. To'g'ri, 14 kundan siz bemalol foydalanasiz. 11-martda mendan pul yechib olar ekan. Mana bu yerda keyingi to'lov turibdi. Agar sizga servis yoqmasa, shunchaki mana shu tugmani bosasiz va kartani olib tashlaysiz. Lekin servis yoqsa, oyiga $20 to'lab bemalol ishlatsangiz bo'ladi va bu servisni puli 100% oqlaydi. Chunki bizda mana shu Virali dasturi bizga maksimum yordam beradi. Virali o'zi nima qila oladi? Virali bizga karusel postlarni tayyorlab bera oladi, kontentlarimizni analiz qilib bera oladi. Polni shu havola orqali bergan kontentingizni ham analiz qiladi. Profilimizni avtomatizatsiya qilib beradi. Ya'ni avtomatlashtirib beradi va optimizatsiya qilib beradi. Ya'ni videolarni, suratlarni hammasini to'g'rilab beradi. Reelslarimiz haqida bizga feedback beradi. Ya'ni bizga nima qilishimiz kerak, nimani to'g'rilashimiz kerakligini aytib beradi. Oylik kontent plan beradi va Reels ideyalarini beradi. Umuman olganda biz Virali yordamida o'zimizning Instagram akkauntimizni to'g'ri sozlashimiz, undan to'g'ri foydalanishimiz va umuman uchadigan kontentlarni yozib olishimiz mumkin. Mana bu yerda yangi chatda bossangiz bizda yangi chat ochiladi. Bu yerdan biz o'zimizning akkauntlarimizni tanlab olamiz va bu yerdan galereyani bosib turib, bizda o'sha tayyorlangan rasmlarimizni shu yerdan olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana ilhomni bosganimizda bu yerda yaxshi uchayotgan reelslar chiqadi. Istalganini tanlab, o'zingizga moslab ishlatishingiz mumkin. Bu har bir funksiyadan qanaqa qilib foydalanish kerak, qanaqa qilib
to'g'ri foydalaniladi. Qanaqa qilib shu kontentlar avtomatlashtiriladi. Buni hammasini biz siz bilan keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Shuning uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi darsda Xudo xolasa yaxshi bilimlar yana beriladi. Bularning hammasidan batafsil foydalanishni men sizga ko'rsatib beraman. Viralidan 14 kun mutlaqo bepulga foydalanish uchun pastdagi o'sha izohda qolgan havola orqali ro'yxatdan o'tasiz. Undan keyin karta raqamingizni ulaysiz va Xudo xohlasa siz 14 kun davomida Viralidan bepulga foydalanib ko'rasiz. Agar servis sizga yoqsa, rostdan ham ishingizni yengillashtirib bersa, undan keyin servisga pul to'lab ishlatishingiz mumkin. Shunda ham bu sizga ancha arzonroq va ancha vaqtingizni tejashga sabab bo'ladi. Keyingi darslarni o'tkazib olmaslik uchun, keyingi videoni o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.